Kreatin asosi. Salom do'stlar. Bugun sport ozuqalari ichida eng ko'p tadqiqot o'tkazilgan mahsulot, ya'ni kreatin haqida gaplashib o'tamiz. Ximik. Kreatin asosi. Ko'pchilik kreatinni go'shtdan olinadi deb o'ylaydi, lekin aslida kreatin zavodlarda sintez orqali biologik moddalar, ya'ni sianamid va sirka kislotasi orqali olinadi. Dunyoning eng yirik kreatin ishlab chiqaruvchilari Germaniya va Xitoy. 99.9% toza kreatin qayerda ishlab chiqarishini bilarmidingiz? Germaniyaning Alzchem zavodida Creapure belgisi ostida ishlab chiqariladigan kreatin mahsulotlari eng toza va sifatli mahsulotlardan biri hisoblanadi. Nima qayerda ekan? Germaniyada. Ko'pchilik kreatinni mushaklarda suv to'playdi deb o'ylaydi. Aslida unday emas. Og'ir mashg'ulotlar davomida chidamlilik, ko'proq kuch va mushaklarda energiya to'plash vazifasini bajaradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, kreatin moddasi faqatgina mushaklarga emas, miya faoliyatiga ham kuchli ta'sirga ega. Mana sizga top 5 fakt. Endi siz ko'pchilik bilmaydigan kreatin haqidagi ma'lumotlarni bilasiz. Siz qaysi kreatindan foydalanasiz? Izohlarda yozib qoldiring. Tushundingmi ukam? Bu ximiya emas.